Hammaga salom sizlar bilan men Monsterman. Bugungi videoda va nihoyat shu Tsunami o'yinini o'ynayapmiz. Videoning nomini tushuntirib o'tsam hamma biladi, faqat ozgina tushuncha berib o'tsam, bu yerda tezlik, yana carry bor, mana bu yerda sotuv bo'limi bor, mana yerda baraban bor ekan. Bu yerda nima? Kiyimga nima? Bu yerda baraban bor ekan. 99 marta aylantirsa deb qo'ygan, nima qaytib chiqamda mana. Buni tushuntirib o'tsam, mana bu yerlarga boramiz yoki mana brainrot yoki like blok olib qaytamiz. Yo'q, like blok yo'q ekan. Bu bor ekan like blok. Mana bu yerda 535. Mana qo'yib olsak, undan bu. Shuni tezligi, blitz, chaqmoq. Vay, super langsam tezroq. Bu yerda shunaqa tez, asta, judayam tez, judayam asta degan nimalar bor ekan. Mana shu yerga o'tay, mana shu yerga o'tay. Shuni o'tkiz, ham yaxshi. Endi biz nima olsak bo'ladi? Mana qancha? 2 urma. Vay, shuncha kelgan edim, urib yubordi hammayli. Brainrot topib qo'yish kerak ekan boshida ham. Mittel o'tib ketsa, bu boy-ku. Mana boy-ku. Sotib oladi brainrotni. Blitz, chaqmoq. Vay, lansan. Ochibdi. Men mana undan yaxshiroq birka olsam, hatya bu birka olsam, birka qayt. Vay! Yana chop. Ha, aytgancha videoni ko'rib bo'ldilaringiz, baribir obuna bilan like ni bosib ketishni unutmangizlar. Obuna bilan like mening katta motivatsiya olishimga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham obuna bo'lib like bosib ketinglar. Mana bu yerga tushib qolgan brainrotim. Bu yerga tushamiz. 2 olib keldik. Shundan kuchayib olamiz endi. Bu yerda ana olib keldik. Endi tezliklarni kuchaytirsak bo'ladi. Pul yig'sak bo'ladi, hamma narsa qilsak bo'ladi. Bu yerga qo'yamiz. Sekundiga 152k topadi. Nima buni 1 million kuchaytirsa bo'lar ekan edi. Kuchaysa qanday kuchayadi? 1.9 ga yaxshi kuchayar ekan. Yana bitta kuchaytirib boramiz. 237 ga. Xo'sh, endi biz bundan tezligimizni kuchaytirsak ham bo'ladi. 500 ga bitta carry yo'q bo'lar ekan. Yo'q. Qolmadi. Tezlashdik salgina. Hozir yana pul yig'amiz va buni kuchaytiramiz. Bitta kuchaytirdik, yana pul yig'amiz, yana kuchaytiramiz. Yana pul yig'amiz. Pul yig'ib buni 4 ga pashta 5 ga qildik. Endi pul yig'ib borib tezligimizni yana kuchaytirishimiz kerak. Bu narsa so'roqmaydimi? Vau, biz ungacha yetarkanmiz. Yo'q, adashmasam mana bu yerdagi oldidagi qopchasi bo'lsa yaxshi degani. Bunda qopcha bormi? Bunda qopcha yo'q. Nega o'lib qoldim? Bilmayman men. Mana 80 ga kuchaytirsak bo'lar ekan, 16 ga yana kuchaytirsak bo'ladi, 19 ga yana kuchaytirsak bo'ladi va endi ketdik. Endi ancha tezlashdi tezligimiz. Blitz, chaqmoq. Qochib tursam biz brainrot olgan bo'lar edik. Super langsam o'tib ketsin. Undan keyin kelmayapti. Yaxshi kelmayapti. Uzoqroqqa borib olsak bo'ladi. Bu yerda Skibidi o'ylaydi desam, Skibidi o'ylaydi emas ekan. Bu yerda bunaqa bo'lmaydi. 11 k. Hozir 11 kni olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi zoniga o'tamizmi? O'tolmaymiz.
chaqmoq kelyapti desam tezga ketdi ekan. Chaqmoq kelmayotganmi xo'sh. Qoch o'tamdan hammasi o'tib ketsa yaxshi bo'lar edi. Bu yerda reverse bor ekan. Hozir ko'rsam o'lib ketishim mumkin. Shunda bazada ko'raman. Mana bu yerda reverse bor. Reverse'da nimalar beradi? Mana bazaga yetdim. Endi reverse'ni ko'ramiz. Reverse ham bo'ladi. Reverse nima beradi bilmayman. Reverse'da hech narsa bermaydi. Endi brainrotimizni bu yerga qo'yib olamiz. Bizga 11 ka beradi sekundada. Bu 4 ka va 11 ka. Buni kuchaytirsak bizga ancha berib qoladi. 14 ka. 11 ka edi, 14,5 ka. 14,5 ka. Endi biz bu yerdan keri kuchaytirsak bo'ladi. Bitta keri kuchaytirdim. Nima o'zgaradi? 1,5x berar ekan bu pulni. Brainrotimiz yo'q ekan, mana uni kuchaytirib tashlasak nima bo'ladi? Bu yaxshi, juda ham yaxshi topyapti. Qaranglar. Aytgancha, yana bir marta eslatib o'taman, bu o'yinda albatta qo'shilib o'ynamoqchi bo'lsanglar, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentga o'z izohingizni qoldirib, obuna bo'ldim, like bosdim, nikim ana shu deb yozib qoldirsanglar, men burjalaringni olaman. Bu qirg'ichga hozir biz nariyoqroqqa borib, nariyoqroqdan yaxshiroq olib kelamiz. Brainrot. Bittasi ochyapti buni. King reverse qanchada? King reverse 50 ta. Ratlar qilib bermoqmiz-da. Mana shuni olaydi, mana shuni olay. Bu yaxshiga o'xshaydi. Bazaning oldidan paydo bo'ldi. Bu bazaning oldidan paydo bo'ldi. Yo'q. Kerak emas. Sotib yuboramiz buni. Umuman kerak emas. Mening inventarimdagi brainrotni sot. Bo'lsin, tezroq o'tsin bular. Tsunamilar o'tsin tezroq. Mana bu agar bu o'yinning nomi kerak bo'lsa, tsunami deb yozsangiz o'zi chiqib keladi. Chunki bu ancha mashhur o'yin bo'lgani uchun ham o'zi chiqib keladi. Boyag'i like blok yaxshimi desam bo'lmaydi ekan. Yo'q, yaro degan dars bor ekan. Va shnel kelyapti. Shnelning tezligi. Super lansa. Judayam asta. Degan tsunami kelyapti. Va narasiga o'tamiz. Mana u qancha? 171 ka. Zo'r. Mana ular o'tib ketsin, keyin ikkita brainrot olsak bo'ladi. Yoki ikkita like blok olsam ekan. Like bloklar bor bu yerda. Ancha joy kerak ekan nariyoqqa o'tishga. Shuning uchun mana uni olib qaytamiz. Qayt. Va yana yerda bitta brainrot spawn bo'ldi. Qancha? Bu qancha? Tezroq o'tib ketgan tsunamilar. Mana uni ko'ray, qancha? 77 ka. Yo'q, mana bu yerda turamiz. Keyin olib ketamiz. 77 ka uncha bo'lmaydi. Orqaga qaytamiz. Bu yerda Handeon degan almashtiruv degan joyi bor ekan. Bu yerda Valley nima? Bu yerda adashmasam urush qilsa ham bo'lsa kerak. Voy, bu yerdan qilolmayman. Chunki blitz chaqmoq kelyapti. O't. Voy, yetay. Yana yerda VIP zonalarim bor ekan, faqat uni ochmaganman. Ochishim shart emas uni. Men boy emasman. Xo'sh, cho'zmaymiz. Mana qancha? Voy, bu yerlar super lansa. Super lansaning orqasidan tez keladi.
Juda emasdan orqasidan tez kiradi. Voy, bu yerdan hozir o'tmoqchi bo'lganimda o'tib ketar ekanman. Endi ketsak ham bo'ladi. Ket. Endi ketib qolish kerak. Kemayotgan vaqt ketish kerak. Qoch, kirib ket. Bo'ldi. Ketib olay keyin kelsin. Sal qoldi. Juda ham sal qoldi. Va biz 476. Va biz 476 ga olib kelmadik. Lekin mana bu yerda kuchaytirib bergan. Demak, ko'proq reverse qilish kerak ekan. Oy. Sekundiga 2 million beryapti. Bu zo'r. Biz hozir reverse qilsak pul yo'qib ketmaydimi? Hozir shuni tekshiramiz. Buni kuchaytirib qo'yamiz. Mana uni ham bor pulga kuchaytirib qo'yamiz. Mana 3 million pul bor. Biz reverse qilamiz. Yo'q, pul yo'q bo'lmas ekan. Qanday zo'r. Endi biz yana upgrade rejimiga o'tamiz dog'in. Qilaveramiz. Xo'sh, keyingi reverse ga bizga qancha kerak? 60 kerak. Yana bir marta reverse qilamiz. 60 dan ko'payib ketdi. Mayli. Reverse. Faqat reverse qilamiz. Reverse qilsak zo'r ekan. Reverse da bir narsalar bermaydimi? Bu yerda handle. Nima bu? Bu handle degan narsa almashish ekan. Keyingi reverse 70 da keyingi reverse. Keyingi reverse 70 da. Mana 70 ham qilib oldik. Endi yana reverse qilamiz. Tolka reverse. Reverse deb 80 da. Biz bemalol 80 ga yetib olamiz. 78 bo'lib qo'ydi. Ikkita kuchaytirsak, yana bitta reverse tayyor. 90 ga yetdik. Endi mana ikkita kuchaytiramiz. Endi nechiga yetamiz? Endi 100 ga yetish kerak adashmasam. Yo'q, 100 ga yetmadik hali. 309 million kerak bo'lar ekan 100 ga yetishga. Mana 100 shuncha ko'pmi? 309 million. Yoki keyin bitta brendni topib kelsammikan yana. Yaxshi fikr yana. Brokalar boshqa narsalardan qildim. Endi juda ham tezman men. Ustidan sakrab o'tsa bo'lardi-ku. Bu yerda jump kuchaytirsa bo'ladi adashmasam. Mana. Jump kuchaytirdim. 400 million pul. Endi bunga ham jump kuchaytiraman. Jump boshqa kuchaytirish ancha qimmat ekan kuchaytirish jumpni. Buni yerda kutamiz. 100 tezligimiz bor, 4 jumpimiz bor. Endi boyag'ini tsunamidan qanaqa? Bu 12 ekan. Nimaga bu aylanib turibdi? Degan savol bor. Bu bazaga qaytdim. Endi bu lansam o'tib ketsin, asta o'tib ketsin. Bu tez ham o'tib ketsin. Bu ham o'tib ketsin. Meni o'tkazmayapti. Yaxshi, meni o'tkazdi. Yaxshi, zo'r. Judayam zo'r. Yetolmay. Bularning narxi qancha? Kam ekan. Ket. Energigacha borib olsam yaxshi ish bo'lgan bo'lar edi. Qancha edi? Ko'rmay qoldim. Bizda hozir 4x beradigan reverse'imiz bor. Biz demak 2x ga olsak bizga u 8 ga qilib berish kerak. Yaxshi. Hali yerda qizil laki blok ko'rdim, shuni olsak kerak. Olishimiz mumkin.
qizil qanoti borlar kimlik bo'lsa unutmanglar, qanoti bor bo'lsa yaxshi, qanoti yo'q bo'lsa yaxshi emas. yoki qanoti yo'q bo'lsa yaxshi. Qanaqa edi? Uncha esimda yo'q, avval o'ynagandim, lekin hozir uncha esimda yo'q. Mittel, voy o'tib ketsin. Qancha? 900 ta. Yo'q. Qoch. Mana uni olamiz, qochamiz. Qoch. Hozir langsam tutib olmasin bizni. Tutib olmasidan qochamiz. Langsam tutib olsa yomon bo'ladi, shuning uchun langsam tutib olmash kerak. Yo'q, bu bo'lmaydi. Hozir mana 900 ta oldim ko'rdim, ana shundan olishga harakat qilamiz. Tezroq o'tib ketsa, tezroq olardik. Mana qoch. Qancha pul? Qancha narxi? 953 ga, yaxshi. Bizning 3 ta, adashmasam 3 ta narsa olsak bo'ladi. Biz qochishga ulgurarmikanmiz? Biz qochishga yo'q. Endi bunda ulgura olmaymiz. Bu tsunamida ulgura olmaymiz. Bunda ulgurishimiz mumkin. Tezroq. Ulgurik. Voy, buni shinel kelib qoldi. Yo'q, blitz kelib qoldi. Agar ana shu yerda yurganimda ular ekanman. Yana kelyapti orqasidan yana. Va bu ham o'tib ketdi. Endi biz yugursak ham bo'ladi. Yugur. Ana orqadan yo'q, tez kelyapti orqadan. Va yetib keldik. Endi biz mana u mana uni ochdik. 53 ga. Amayli, uni sotib yuboramiz. Yo'q, bu 4 ga bizga hozir kerak emas. 131 ga ham kerak emas. Chunki biz 953 million. Nima ko'paymadi? Bu ko'paymaydimi? Buning urguni baland ekan ko'zi. Bizda 66 million sekundiga beryapti. Buni sotamiz. Bizga buncha kerak emas. 1 milliardga yana kuchaytiramiz. Bunga ham yana kuchaytiramiz. 103 million beryapti. Zo'r, dahshat. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizga kuchaytirishga 6 milliard kerak. Давайте kerak kuchaytiramiz. Yana 10 ta tezlikni kuchaytiramiz. Biz dahshat brendlar olib kelishimiz kerak. Biz sakrashni kuchaytirdik. Hozir mana unday sakrayapti. Endi sakrash o'zgarmayapti. Sakrashni o'zgarmayapti. Xo'sh, bu yerda yana tezlik. Endi yana bir marta borib kelamiz, ko'ramiz tezligimiz qayergacha yetarkan. Mittel kelyapti, o'rtacha kelyapti va biz yetolmaymiz. Shuning uchun nerda turamiz? Bizning tezligimiz kuchli bo'lib ketganidan u yog'iga o'tolmayapmiz, to'xtalmayapmiz bunaqa chuqurchalik joylarda. Demak, uncha kuchli ham qo'ymash kerak ekan. O'tib ketdim. O'tib ketdi. Bitta tsunami o'tib ketdi. Bu zo'r. Demak, kuchayganmiz. Bu tsunami nima deyapti? Tsunami. Bularda qayerda masala? Nima masala? Token deyapti. Tanga qayerdan olamiz biz? 36 ga. Bu bo'lmaydi. Boya qopli, agar qopli brendlardan olib kelsak, zo'r ish bo'lar edi. Tsunami, yana tsunami kelyapti. Orqasidan tsunami kelaveryapti. To'xtamayapti, hammadan langsamdan o'tib ket.
Vay, men qanday o'taman? O qancha pul bo'lib ketdi? 38 milliard. Endi buni 278 milliardga kuchaytirsa bo'ladi. Mana. Bo'ldi. Yana 315 million sekundiga beryapti Brain Rotten. Biz yana kuchaytirib qo'yamiz. Shunday berammikan? Agar bu 36 bo'lsa qancha bo'ladi bu? Yo'q, bu uncha kuchaymas ekan. Yana bitta kuchaytiramiz. 394 million. Va hammaga xayr, sizlar bilan men Monster bo'ldim. Bugungi video juda ham cho'zib ketdi. Bu videoning ikkinchi qismini albatta olmasam bo'lmaydi. Qancha ishlar qildik. Hammaga xayr, sizlar bilan men Monster